400 minglik dori 1,5 millionga sotiladi. Chunki vrach buni yozadi, travmatolog. Bunga aksiya beriladi. 500 ming so'm. Qanaqa beriladi? Bitta shtug'iga, korobkasiga, shprisiga pul beriladi. Shifokor bemorlar boradi, meni bu yerim og'riyapti, u yerim og'riyapti deydi. Bo'ldi deydi, bu qo'l topib keling deydi. Bechora ular optimga boradi, u yerga boradi, bu yerga boradi, topa olmaydi. Oxir u vrach nima deydi? O'zimda bor u dori deydi. Keyin mana pulini beringlar deydi, sirazu puldan yarmini o'ziga oladi, yarmini vrachda aksiya berayotgan Toshkentlik produktlarga beradi. Masalan, 20% qo'yishimiz mumkin kiyimlarga, matolarga, telefonga necha pul qo'yishni bilmayman, daftarga necha pul qo'yishni bilmayman. Doriga o'zini narxidan ham balandroq narx qo'yadi, chunki dori olmasa bemorlar tuzalmaydi. Eng kuchli vrach travmatolog. Masalan, eng kuchli vrach nerpatolog. Og'riq qoldiruvchi dori, masalan. Oldinlarda, eski yillarda analgin, dimitrol qilsa og'riq qoladi. 9 mingga, 8 mingga olinadi. Mana bizda sertafen degan og'riq qoldiruvchi dorimiz bor. Mana bo'g'in og'riqlariga sirazi 5 minut ichida og'riq qoladi deydi, sertafenda yozib beradi. Analgin, dimitrol nimaga sotilmayapti? Lekin o'sha dorini qoldiradi, ham ushlatadi. Bular 50 mingdan. Bitta ampulasi, lekin bemorga sirazi yozib beradi. Buni aksiyasi bor.